Salom hammaga. Bugun bizda balandlikda ishlash bo'yicha mutaxassis bilan intervyu. Sharofiddin Muzaffarovich. Assalomu alaykum aka. Konimiz bugun kelgan ekansiz. Ba'zi bir savollarim bor sizga. Aynan shu sohaga taalluqli bo'lgan savollarimni bersam bo'ladi. Qanday qilib balandlikda ishga kirib qolgansiz? Bu tasodif bo'lganmi yoki bir qaysidir o'zingiz tanlovingizmi? Endi buni onli tanlov desak ham bo'ladi, chunki o'rtog'im shu sohada ishlardi. Shunga qiziqqan holatda ham ishni o'ziga qiziqqanman, ham bu sohada har doim pul yaxshi to'langanligi uchun, endi o'sha men o'rgangan vaqtda ham 2017-yil bo'lsa, yaxshi pul ishlashardi. Misol, oddiy ishlarda 100 minggacha ishlashsa, eng yaxshi ishlagani bu sohada 300 mingdan 500 minggacha ish topgan joylari bor bir kunda bo'ldi. Shu o'rtog'im ham shunaqa ishlardi. Keyin shu o'rtog'imga aytganman, shu sohada kirmoqchiman, o'rganmoqchiman degan vaqtim bo'ldi. Ertadan chiq, men senga o'rgataman degan. Keyin chiqqanman, shu 5-6 kun shunchaki yurganman yonida, qanday ishlashadi, nima qilishadi, yordamlashganman. Tepalikdan boshim aylanmasligi uchun tepada ko'proq yurishga harakat qilganman. Boshida qiyin bo'lgan, bosh aylangan. Keyinchalik shu moslashib, keyin o'rganishni boshlaganman. Keyin 5-6 kun o'tgandan keyin shu o'rtog'im qanday tushlarni, nima qilish kerak, hammasini o'rgatib turib, keyin tushishga tayyorlagan meni. Keyin sekin tushishni boshlaganman. Endi boshida juda qiyin bo'lgan, qo'rqinchli bo'lgan, shunaqa vaziyatlar juda ko'p bo'lgan. Endi boshlanish shu o'rtog'im sababchi bo'lgan. Boshlanishda qiyin bo'lgan vaziyat sizga nima edi? Qaysi joy sizga og'ir tushgan? Shu hozir aytib o'tgandek, shu o'rtog'im, ismi ham shu Do'stmurod. Shu Do'stmurod o'rtog'im tushga tayyorlagandan keyin tushni boshlash vaqtida birinchi marta endi sidishga o'tirg'ish deyiladi. Shu o'tirg'ishda o'tirgan vaqtim, u meni straxovka, ishonchli straxovka qilgan vaqti shu o'tirg'ishiga men ishonmaganman-da. Shu endi shu qo'limda arqonni o'zim tortib turganman. Qancha bir minutchami shunaqa tortib turgan bo'lsam, qo'lim charchab qotib qo'ygan joylar bo'lgan. Shu boshlanishda shu ter bosib, qo'rquv bo'lgan birinchi martada. Shu qiyin joylari shu bo'lgan menda. Keyinchalik bir tushib olgandan keyin, demak, bu yerda men qanday xato qilganimni, nimaga xato qilganman, nimaga shu o'tirg'ichga ishonmaganman. Chunki o'tirg'ich ko'taradi-yu, unga ishonsa bo'ladi. Chunki shu bitta arqon o'zida turibdi. Ham meni yonimda straxovkam bor. Qo'rqmasam bo'ladi degan tushuncha bo'lgan. Keyinchalik moslashib ketganman. Straxovka bu ikkinchi arqonda ekan. Ikkinchi arqon. Balandlikda qilgan birinchi xatoingiz nima bo'lgan va u sizga nimani o'rgatgan? Shu jarayonda, shu hozirgi aytgan holatimda birinchi marta vasmorkada tushganman. Endi boshlanishida ko'pchilik shu vasmorka bilan o'rganadi. O'rgangan. Yengilroq. Tormoz degan narsa, tormozga qo'yiladi, keyin ochiladi. Ochib olganman, qayta tormozga qo'ya olmaganman-da. Keyin qo'llarimga ko'p og'irlik narusga tushganda, qo'l qotib qolgan joylari bo'lgan, qiynalib qolganman. Keyingina tushib olganman-da, shu o'rtog'im yordamlashgan, qanday tushishni aytib turgan. Qo'rquv sabab boshqara olmagansiz. Boshqara olmaganman. Shu vaziyatdan o'tib olgandan keyin keyinchalik o'zim ko'nikma hosil qilib osonroq bo'lib ketgan. Hech shunaqa vaqt bo'lganmi? Bo'ldi, ketaman, bu sohani yig'ishtiraman degan. Bo'lgan, sovuq holada, issiq vaqtlar, juda sovuq vaqtlar, shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Chetlarda ishlab kelganmiz, boshqa davlatlarda ishlab kelgan joylarimizda ham juda sovuq bo'lardi, yomg'ir yog'ib qolardi. Ko'pincha oyna yuvish ishlarimiz bo'lardi. Suv o'tib ketib, sovuq qotib, shamollab qolgan joyimiz ham bor. Shunaqa vaziyatlarda bo'ldi, ishlamayman degan joyimiz ham bo'lgan, lekin keyinchalik yana harakat qilganmiz. Ko'nikma hosil bo'ladi, sekin-sekin. Inson ko'nikar ekan shu narsaga. Siz kirgan va hozirgi vaqtni solishtirsak, sanoat qanchalik o'zgargan? Hozir juda yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Oldin misol o'zimizga kerak narsalarni topishimiz qiyin edi. Masalan, chetdan olib kelinardi, u ham ishlatilgan olib kelinardi. Eski narsalar ko'p bo'lgan. Eski narsalar ko'p bo'lardi. Yangi narsa topish qiyin edi. Hozir yaxshi bo'lib qolgan, chunki sertifikati bor magazinlar ham ko'payib qoldi. Shulardan sotib olamiz, ishonch bilan ishlatamiz. Qo'rqmasdan har qanday holatda ham osilib ishlay olamiz. Talabga javob beradi. Talabga javob beradi. Shu tomonlama yaxshi hozir. Qaysi jihoz siz uchun eng muhim va qaysinisiga ko'proq e'tibor berasiz? Birinchi o'rinda arqonlarimga shuni tekshirib turishim kerak, muhim deb hisoblayman. Keyin o'zimda shu keladigan o'tirg'ichlarim hamma
страховочный narsalarim shular eng muhimi shular. Shularga ko'proq e'tibor berishga harakat qilaman. Asosiy korabellarga qaraymiz, chunki har kun qarash kerak deb o'ylayman. Erinmaslik kerak bu narsaga, chunki har qanday holat bo'lishi mumkin, kimdir tegishi mumkin, sindirib qo'ygan bo'lishi mumkin, bilmagan holatda o'sib ketmaslik kerak, tekshirib turish kerak. Va shu bilan birga o'sha yomon sifatsiz uskunalarga ham duch kelganmisiz? Unaqa vaziyatlar ham bo'lgan, sifatsiz uskunaga ham duch kelganman. O'zimda yo'q narsani kimdandir olib ishlatsam, endi sifatsiz deya olmayman, lekin u narsaga men ishonch Ishlatib ko'rmaganligim uchun birov narsasi qanday ishlatgan, qay holatda bo'lgan, uni tushirib yorgan bo'lishi mumkin. Yorug'lar bo'lishi mumkin. Ko'rinmaydigan darajada yorug'lar bo'ladi karabinlarda. Shu narsalar bo'lishi mumkin. Ularga ishonchsizlik bo'ladi. Ishlatishimda ishonchsizlik bo'ladi. Shu uchun harakat qilaman, o'zim sotib olib, o'zim narsam bo'lishini xohlayman. Birovga bermaslik ham kerak, birovdan olmaslik ham kerak deb o'ylayman. Alpinist demak qizg'onchiqroq bo'lishi kerak. Chunki imkon qadar. Chunki o'zini joniga bog'liq narsalar. Birovdan ham narsa olmaslik kerak, o'zidan ham bermagani ma'qul deb o'ylayman-da. Obyektlaringizda, ishlagan obyektlaringizda unutilmaydigan qaysidir qiziqarli voqealar bo'lganmi? Albatta, unaqa vaziyatlar juda ko'p bo'ladi. Shu o'zimizning hozir 20 yillik staji bor, Husniddin aka, alpinistimiz bor, keyin shogirdlar Navro'z aka. Ulardan ko'p narsa o'rganganman-da. Shu qiziqarli voqealar bo'ladi. Misol, osilib turgan, tushib kelayotgan joyimizdan, ichkaridan odamlar qiziqib so'rashadi, qanday, nima, qo'rqmaysizlarmi? Shunaqa voqealar bo'lib turadi. Kofe damlab chiqishadi. Shunaqa yaxshi insonlar ham ko'p. Sizlarda o'sha qilayotgan mehnatingizga yarasha bir javob qaytaradigan odamlar ham bor. Vaziyatda odamlar bilan ko'p muloqotda bo'lishinglar mumkin ekanda-mi? Shunaqa vaziyat bo'ladi. Lekin Piterda ishlab keldik. Ayrim yoshi katta, qari insonlar ham bor ekan. Bo'lgan vaziyatimiz endi bizda emas, boshqa bitta sherigimiz bor edi. Nimadir kelyapti, sen nima qilyapsan? Nimaga tushyapsan meni oynamdan? Oynasini yuvib tushyapti endi balkondan. Keyin bu gap qaytar ekan, endi qo'pollashgan. U qo'pollashgan. Shunda bitta arqon kesib yuborgan, shu ikkinchi arqon saqlab qo'yganda. Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Shu uchun nima maslahat beramiz? Shu arqonda osilgan vaqtingiz kimdir chiqsa ham nima desa ham bo'ldi. Xo'p aka, xo'p opa, shu muloyim bo'lish kerak, vaziyatni tushuntirish kerak. Chunki har xil inson bor-da. Misol, keyinchalik uni aniqlashsa, u yoshi katta inson, qari inson edi. Aniqlashsa, shu nimasi bor ekanda, shu psixologik kasalligi bor ekan. Ruhiy kasalligi bor ekan. Shu uchun har qanday inson bilan yaxshi muomalada bo'lish kerak. U nimadir desa ham, qo'pollashsa ham, xo'p deyish kerak. Tushgandan keyin gapi bo'lsa, keyin gaplab olish bo'lsa. Joningizni asrash maqsadida imkon qadar tepada jim turgan yaxshiroq. Jim turgan yaxshiroq. Gap talashgandan ko'ra. Yangi ish boshlaydigan odam birinchi obyekt oldidan qilish kerak bo'lgan 3 ta narsa. Endi bu sohaga kirmoqchi bo'lganlar birinchi o'rinda o'zi uchun hech qachon ayamasligi kerak. Pul tomonidan ham, vaqt tomonidan ham, jihoz tomonidan ham. Yaxshi jihoz bilan jihozlanib olib, ishni yaxshi o'rgansa, shunga yarasha daromad ham keladi. Daromad ham shunga yarasha bo'ladi. Ishlash jarayonidan qo'rqmasdan ishlaydi. Keyin juda e'tiborli bo'lishni so'rab qolaman. Keyin ikkinchi arqon siz ishlamagani ma'qul deb o'ylayman. Chunki hozir juda ko'payib ketdi. Bitta arqonda ishlashadi. Har qanday balandlikda ham chiqishyapti. Sinalmagan narsalarni ishlatib ko'rishyapti. Sinab ko'rishyapti. O'zidan tejab qo'yadi deganda. Ikkinchi arqonsiz sinab ko'rishyapti. O'zidan tejab qolib, o'zini jonini xavfga soladi deganda shunaqa. Shu sohada shu mukammal yaxshi o'rganaman desa, shu sohada ko'proq bilim oshirsa, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Bilimni ham kuchaytirsa, yaxshiroq bo'ladi. Jihozlari ham yaxshi jihozlarni ishlatsa, menimcha ishonchliroq bo'ladi. O'ziga ham ishonch ortadi. Agar imkon bo'lganda bu sohaga nima o'zgartirish kiritgan bo'lardingiz? Qo'lda yasalgan narsalarni imkoni boricha, sertifikati yo'q narsalarni, standart bo'lmagan narsalarni ishlatmagan ma'qul deb o'ylayman. Shu standart sertifikati bor, standartga javob beradigan narsalarni ishlatsa, faqat shuni ishlatishni yo'lga qo'yardim. Va arqonlarda ham menimcha o'sha kerakli
bilgan firmalardan olgan ma'qulroq. Chunki ko'cha arqonlaridan ko'ra arzonchi. Chunki firmada sertifikatda kelgan arqonlarimiz endi ish jarayoni menimcha misol 200 metr arqon bo'lsa, 400 metrlik arqon bo'lsa, ularda uzluksiz misol tayyorlangan bo'ladi. Orasida anaqa stiklar bo'lmaydi. Ko'chadan sotib olingan arqonlarda u qayerda stigi bor, nimasi bor biz bilmaymiz uni. Chunki ular har qanday holatda ulab yuborgan bo'lishi mumkin, ulamasi bo'lishi mumkin. Standartda ulama bo'lmaydi. Misol 400 metr, 500 metr bo'lsa ham ulamasiz menimcha qilinadi. Balandlikda ishlaydigan shu sohadagi insonlarga bitta maslahat bo'lsa, ya'ni yangi kirganlarga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Beradigan maslahatim shuki, hech qachon qo'shimcha ipsiz tushmasin. O'zini shu strafovkasiz hech qachon ishlamagani ma'qul. Hech qachon shoshilmaslik kerak. Shu o'ziga shu ishonch bilan ishni boshlasa agar, shoshilmasdan, o'zini yo'qotib qo'ymasdan ishlagani ma'qul har qanday holatda. Chunki ko'p bo'ladi-da, shamol bo'lishi mumkin, baland joylarda shamol bir tomonlama olib ketishi mumkin. Shu holatda hech qachon o'zini yo'qotib qo'ymasligi kerak deb o'ylayman. Demak, qo'rquv ham uni dushmani ekanda, alpinistning qo'rquvi. Qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv hammada bo'ladi. Kim bo'lsa ham qo'rquv bo'ladi. O'sha qo'rquvni yenga olish kerak. Shuni yenga olib o'zini yo'liga solib olish kerak o'sha vaziyatda. Nima bo'lsa ham shu miyani ishlatib, shu harakat qilsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Bugungi podkastimiz xudo xolasa yaxshi bo'ldi deb o'ylayman, oka. Chunki maslahatlaringiz bilan ko'pchilik shu narsani ko'rib, o'ziga kerakli bo'lgan xulosani chiqaradi. Endi kammi ko'pmi ba'zi bir joylarda xato qilgan bo'lishimiz ham mumkin biza. Endi ustozlar yaxshiroq biladi. Men masalan sotuvchisiz, alpinistsiz bir necha yillik. Avvalambor rahmat sizga kelganingizga, vaqt ajratib shu sohadagi ko'pchiligiga kerak bo'lgan narsalarni aytdik deb o'ylaymiz. Va kelajakda agar biron bir savol yoki bir anaqalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga yozishingiz yoki bir aloqaga chiqishingiz mumkin. Alpus har doim sizga kerakli narsani va sifatli narsani yetkazib berishga hech qachon erinmaydi. O'z vaqtida yaxshi sifatli narsalarni sizga muntazam qilib turamiz. Xudo xolasa yana ko'rishamiz, oka. O'zingiz ehtiyot qiling, charchamang. Sog' bo'lasiz.